Ilohim Sirdaryolarda to'ylar bo'lsin. Jizzaxliklar ham Sirdaryolarning to'ylariga borib, yaxshi bir niyatlarini, istaklarini aytsinlar deymiz. Tursunxon yuqorida mana shu davramizda Ro'zg'ul akamizni barcha qadrdonlari, og'aynilari, qarindoshlari, qudalari jamul-jam bo'lgan deb aytib o'tgandingiz. Darhaqiqat mana shunday. Hozir men tabrik uchun so'zlamatini Ro'zg'ul akamizni sinfdoshlariga, qadrdonlarga tabrik uchun navbatni bersam bir chiroyli qarsaklar bilan. Demak, Sobirjon akamizni hamda Shamshoylarni davramizga taklif qilsamda, aziz mehmonlarimizdan ikki og'iz bir samimiy tilaklarni birgalikda tinglasak. Qani marhamat, o'sha Ro'zg'ul akamni yoshlikdagi, beg'uborlikdagi, bolalikdagi sinfdoshlari ham bugun mana davramizda o'tirishdi. Xursandmiz. Qani marhamat aziz mehmonlar. Albatta Ro'zg'ul akamiz haqidagi fikrlarni, Ro'zg'ul akamizning harakatlari, xarakterlari haqidagi barcha xulosalarni mana shu sinfdoshlarimiz hammadan ham ortiqroq bilsa kerak. Marhamat, xush kelibsizlar. So'z berganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Aziz qishloqdoshlar. Mana bugun biz bir ajoyib xonadonga, yana Shodmonovlar oilasiga yig'ilib o'tiribmiz. Bularning sababchisi o'g'limiz Oybekjon hamda kelinimiz Feruza oilarining baxt va visol kechasiga yig'ilib o'tiribmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Nimaki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Shunday bir ajoyib oila qursin, baxtli bo'lsin. Bu kelinlarda orzu havasini Gulnora bilan Rizqul ko'rib yursin. Mana shu Shahroyimlar ham sog' salomat bo'lsinlar, orzu havaslarini ko'rib yursinlar. Men mana shu fursatdan foydalanib sinfdoshim Rizqulga hamda Gulnoraga mana shunday bir ajoyib qiz bilan tabriklayman. Xudo tomonlarni esa bir shunday bir ajoyib o'g'il bilan tabriklayman. Bular hamisha baxtli bo'lsin. Baxt shudur hayotda munosib yor topib agar baxtli kelajakka yetib yashasang, yashasang to so'nggi tunga qadar xuddi yoshlar kabi bir-birini sevsang. Rahmat. Rahmat samimiy istaklari uchun. Demak, bitta chiroyli musiqa sadolari bilan to'ylar muborak bo'lsin, sovg'a salomlar muborak bo'lsin. Katta rahmat ilohim do'stlar baxtiga sog' omon bo'lsinlar. Tursunxon bugun mana shu davramizda juda ham ko'plab mehmonlarimiz o'tiribdi. Ro'yxatda ham juda ham ko'p insonlar hali navbat kutib turibdi bir yaxshi niyatlar aytish uchun. Bugun mana shu davramizda Ro'zg'ul akamizni qadrdonlari bilan bir qatorda xonadon bekasi Gulnora opamizni ham barcha qarindoshlari, joni jigarlari, yor birodarlari mana shu davramizda o'tiribdi. Hozir men chiroyli qarsaklar bilan Gulnora opamizni opalari, ajoyib inson, shoira. Endi bu ayolga ta'rif bersangiz to'xtamaydi, ketaveradi. Bir so'z bilan aytganda, Jizzaxda bir ajoyib ayol bo'ladigan bo'lsa, ikkita bo'lsa, ikkitani bittasi, bitta bo'lsa, bitta o'zlari. Professor Zulfiya opa Bo'riyevaga tabrik uchun so'zlamatini bersak, marhamat. Marhamat Zulfiya opa, keling opajon davramizga marhabo. Zulfiya opamiz ijodkor. Menimcha shu o'tirgan joyda ham hozir ijod qilib, Oybekjon bilan kelinimizga bir o'zining bir hozirgina yozgan she'rlarni tandirdan endigina o'zib olingan mana shu she'rlarni o'qib bersalar ajab emas. Chunki har bir tantaramizga opamiz bir alohida yangi bir she'rlar bilan keladigan odati bor. Shunaqa emasmi? Marhamat. Gulnora opamiz qanalar? Xonadon bekasi keling, marhamat dedi. Gulnora opa keling. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun Jizzaximizning eng go'zal koshonalaridan biri mana shu Toshloq to'y go'shangamizda juda ham bir chiroyli davra, katta bir to'y tantana. Bularning sababchisi aslida mana shu ikkala yonimda turganlar va ularning azizdan aziz farzandlari.
aziz mehmonlar, mehmonjonlar, ijozat bergaysizlar, sizlarning nomingizdan men yonimda turgan azizlarim, mana shu ukamiz Ro'ziquljonni, singlimiz Bilnorajonni, aziz farzandlarining nikoh to'ylari bilan chin qalbimdan tabriklasam. Ularga baxt, saodat, uzoq umr, sihat, salomatlik, saodatli umr tilasam. Hech qachon tugamas bir-biriga ishq va vafo tilasam. Yor va do'stlar tilasam. Yaxshi niyatlar tilasam. Ketmas davlat tilasam. Hamisha xonadoningizda baxt bo'lsin. Sizga mana shu baxtdan taxt qurilsin. Elimizda, yurtimizda o'zini so'zini ayta oladigan insonlar bo'ling. Oilangizda shirindan shakar, asaldan asal, eng baxtiyor farzandlar tug'ilsin. Ro'ziquljon, Bilnoraoy, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Uyingizga yarashiqli mana shu o'g'il qizlar muborak bo'lsin. Istardimki, mana shu bugun qutlug' qadamlar bilan xonadoningizga kirib boradigan suluv kelinchak oilangizga baxt keltirsin, omad keltirsin, nur keltirsin, yorqin kunlarni keltirsin. Ko'rgan boqqaningiz faqat to'y bo'lsin, mana shunday chiroyli kun bo'lsin. Kim havas qilmaydi yaxshi kunlarni? Ko'ngilda tug'ilar har bitta chechak, bilsam yaxshi kunga bo'ladi beshik. Ana shu beshikni tebratib o'ting deb sizlarga yaxshi tilak bildiraman. Rahmat. Katta rahmat Zulfiya opa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bir ajoyib, bir qaynoq bir tilak bo'ldi, ajoyib istak bo'ldi. Tursunxon, bugun mana shu tantaramizda va nihoyat mana Gulnor opamizni ham yuzlariga bir tabassum yugurdi. Kelgandan beri kuzataman, shu ayol hada mana shu Ro'ziqul akamizga bir ola qarash qilyapti-da. Shu yerga stol qo'yib, yana bir 200 ta odam chaqirishimiz kerak deb hali ham xafa. Bag'ri keng ayol. Hammani chaqirishimiz kerak edi. Mana shu davrazigacha stol bo'lish kerak deb salgina xafa bo'lyapti. Endi hozir bir yuzingizga tabassum yugurtiramiz. Shu Baxtiyor akamiz sizga atalgan qo'shig'i bor ekan. She'rni eshitdingiz. Endi o'ynab ham berasiz, bo'ladimi? To'ylar muborak bo'lsa, Ro'ziqayimiz ham bir qatorda, Zulfiya opamiz ham albatta sizlar yonlaringda bo'ladi. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Marhamat. Mana qansolar bilan? Hoba! Hey! Xafa bo'ldim deb sizdan ko'rganda birov izlab, xafa bo'ldim deb sizdan ko'rganda birov izlab, yonimga kel bir erkalab, erkalab gulim gulim, yonimga kel bir erkalab, erkalab gulim gulim. Hoba! Hey! Yaşak, kanı kansala bilen. Hop, hopa. Şeytan olsa hem yoldan, Yahu Rabbim göz soldan. Şeytan olsa hem yoldan, Yahu Rabbim göz soldan. Elmime sana koldan, elmime sana koldan. Gül canım gülü gülü bak, düşmanların sonu gülü.
O'zbegim go'zallari, qoshlari qalamlari. O'zbegim go'zallari, qoshlari qalamlari. Yagonadir, bir donadir, chiroq ishlar bir donadir. Uni ko'rgan yigitlari bir-biriga begonadir. Voy bittasin ko'rib kuyib qoldilar. O'smalar qo'yishadi, atlasiga yarashadi. O'smalar qo'yishadi, atlasiga yarashadi. Ko'tariga sirli boqib nazar bilan qarashadi. Uyoq o'tib, buyoq o'tib, bizni goho so'rashadi. Voy bittasini ko'rib kuyib qoldilar.
başı hilalım Bay bay nakamat başı hilalım Lav lav yanaman pantun halım